Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinasiga podkirenlik o'rnatib beryapmiz. Akamizga shovqin chiqarmasin deganlar uchun shumka bilan qo'yib beryapmiz. Shumka urilgan. Hamma tomoniga to'liq. Orqa shum izolyatsiya bo'ladi. Effekt juda ham zo'r. O'zini zavodskiy bilan oldidan yechib olganmiz. Oldini zavodskiy bo'ladi o'zi. Buni ham shumka qilib beramiz. Bu ham shumka bo'ladi, orqasi ham shumka bo'ladi. Ko'plar narxga adashib qolyapti. Bu 5 shumka 400 ming so'm bo'ladi. Orqaga o'rnatib berishi bilan yaxshisi 4 ta komplekt shumka qilib berish 450 ming so'm bo'ladi. Buni ham 4 tani ham shumka qilib berish 2 lik materialdan bo'ladi, yaxshisi bo'ladi. Sanaqa taqir-tuqir qilib qo'ymayman. Ochiq joylar juda ham ko'p. Mashinamiz Midnight, yaqinda salondan chiqqan, ko'p yurmagan. Oldidan yechib olganmiz. Suv bu shunaqa shovqin, balonni shumi umuman yetmaydi. Akamiz anchadan buyon kuzatib boradilar, shu uchun beramiz. Duxosini ham o'chirib beramiz. Duxosi ham erib bitgan ekan. Tepadan ko'rinayotgan bo'lsa, duxolarigacha o'chirib beramiz. Midnight erib ketyapti, shu uchun e'tiborli bo'lamiz. Eski nomerim ishlamayapti. 92 295 43 43 o'sha kuyda. Hozirgi kunda 95 lik 339 43 43 telefon nomerimiz ishlab turibdi. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Tayyor bo'lgan holatini ko'rsatib o'taman. Bu tomonlari ham ochiq bo'ladi. Hammasi yopadi. Obezdi stikerlarini, benzinli joylarini hammasini yopadi. Brizgaglarini ham qo'yamiz birdaniga. Tayyor holatini ikkinchi videoda qo'yib o'tamiz. Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Oldiga ahamiyat qilamiz. Hamma narsalar joy-joyida brizgagan. Umuman taqir-tuqir bilinmaydi. Orqalari hamma narsani yopgan. Qop-qora bo'lib turibdi. Umuman taqir-tuqir tosh bilmaydi. Brizgaviga ham qo'yilgan. Hamma gaykalar qotirilgan. O'ynab tushib qolmaydi mana. Qattiq qilib turibdi. Endi uncha ko'rinmayapti, shu uchun shumkalar bilan qilib berik. Shumkalar bilan shu hisobda 850 ming so'mga tushdi akamizga. Keyin o'zini zavodskiy pultiga avtozapus bilan o'yna ko'taruvchi blok qo'yib berik. Keyin duxosini o'chirib berdik. Quflaymiz. Bitta ovoz, o'ramiz ikkita ovoz. Bu xizmatimiz 220 ming so'm bo'ladi. Qo'yib berish hamma narsalar bilan. Duxoni o'chirib berish 100 ming so'm bo'ladi. 100 ming so'mga o'chiriladi. Erib ketgan, endi erish holati bo'lmaydi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Adresimiz Toshkent shahri, pastga nomer qoldirib qo'yaman.